Shunday zo'r 750 probamiz sotuvda 3,5 grammlik tashlari bilan oppoq katta brilliant. Kimning podarkisi shu mazli qizimizga? Otasining podarkisimi? Aqtig'im. Aqtig'ina. Yana chiroyli modelda 750 proba zirak podarkiga. Omad qizim to'ylarga taq. Rahmat sana. Sahibalardan bo'lsin. Amin. Omad ishlarga. Ular bizlarga maqtqa yetirsin. 750 Bakinskiyimiz. Qashlari 8 karat. Shunday ajoyib. Oppoq tashlari. Sorti shunday zo'r. Brilliantlari yonib yotibdi. 15-75 grammlar ham ajoyib narxlarda. Eklanib yana shuni tanlab edi. Bular 16 grammlik 670 karatlik edi. Ikkilan shuni tanladi. Shuni olganim ma'qulmi, buni olganim ma'qulmi deb hali eklanib turibdi bir soatdan beri klientim. Qani kommentariyada kutamiz, qaysini olganim ma'qul ekan, lekin shuni tanladi. Fikri o'zgarib qolishi ham mumkin, ha? Omad. Qo'shaniya bishni narsa tanladi klientimiz. Kimning podarkisi? Bugun eng baxtli ayollarning kuni ekan. Bugun 4-ayol kelishi. Omad. To'ylarga taqish nasib etsin. Omadingizni bersin. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, xudo xolasa ko'rsangizlar bo'ladi. Eski tillalarni topshirib, o'rnina birga bir kopiyadan xarid qilyaptilar. Bakinskiy brilliant, tiye italyanskiy, sifati a'lo darajada. Bu oltinlarni olib qolib, o'rnina shu komplektni berib, еще pulini ham beryapmiz buni. Xudo xolasa yo'l kiraylari bo'ladir. Nuksga prям ketaveradi endi. Qarni to'ydirib, ebitlanib va xabar qilamiz. Yaxshilikqa nasib etsin. Razimisiz bizlardan? Razimman. Kelganingizga stoytmi ekan baholar? Nормально, bari yaxshi. Sağ olun. Rahmat. Sağ olun, salomat, zo'rlarni tanış nasib etsin.